Hurmatli Qo'qon ahli, barchalarni ro'za Ramazon bilan, Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Men o'zimni tanishtirsam, Mirkarimov Mirko'zim Mirzarahmatovich bu TNC korporatsiyasiga kelishimning sababi meni salomatligim bo'lgan. Men 3 marta og'ir kasallik boshimdan o'tkazganman. Birinchisi 22 yoshimdan 32 yoshimga bo'lgan davr hozir ham meni esimda yo'q. Sababi men 22 yoshimda kuchli travma olganman. Travmaning asoratida menda xotira mutlaqo yo'q bo'lgan. Bu birinchisi. Shu TNC korporatsiyasining mahsuloti bilan tuzaldim. Ikkinchisi, bundan 4 yil 9 oy oldin TNC kompaniyasi ochilyapti deyishganda men tan olmaganman. Alloh taolo mana shuni boshimga egib qo'ydiki, mana shu TNC kompaniyasiga ichib sog'lig'ingni tiklagan uchun butun xalqingga xizmat qilasan deb 4-darajali gepatit C qo'ydi. Kim gepatit bo'lgan? Qo'l ko'taringlar. Xavotirga o'rin yo'q. Mana shu yerda 100% davosi bor. 4-darajali 15 kunda meni qornim ishib, o'zimning holatim juda og'ir. Bir qoshiq ovqat ichsam qaytib tashardim bir kosa qilib. Mana shu TNC korporatsiyasining mahsuloti bilan 4,5 yilda men to'liq tuzaldim. 4,5 oyda to'liq tuzaldim. Bu ikkinchi rezultatim. Uchinchi rezultatim shu kecha kunduzda bo'lgan. Meni nabiram 2,5 oylik chaqaloq qizami bo'lib qoldi. 3 kunda tuzatib oldik. 3 kunda. Ko'kyo'tal bo'lib qoldi. Keyingi navaram. U 3,5 oylik. Ishoning, ko'kyo'tal unchuncha ketmaydi. Bir haftada asoratsiz yo'qotdik. Nima hisobiga? Mana shu TNC korporatsiyasining 100% tabiiy bo'lgan mahsulotlarning evaziga. Mana shu mahsulotni ichib men foyda ko'rdimmi? Meni oldimga qo'ygan yagona maqsadim bor. Bu maqsad sizlarga ham ravo ko'raman. Nimada? Avvalo o'zim sog'lom bo'ldimmi? Alhamdulillah. Endi butun xalqim sog'lom bo'lsin. Mana shu TNC korporatsiyasining O'zbekistonga kirib kelishiga eng katta jonbozlik ko'rsatgan inson yurtboshimiz Shavkat Miromonovichdan men juda ham minnatdorman. Nima uchun? Shu xalqimga shu mahsulot kerak deb shaxsan o'zlarining qarorlariga asosan ruxsat berilgan. Ko'pchilik bu kompaniyalar orasida farqini farqlay olishmaydi. Mana shu TNC korporatsiyasi prezidentimiz Shavkat Miromonovich qarorlariga asosan kirib kelgani uchun 100% ishonch bilan aytaman. Bu TNC korporatsiyasi butun xalqimizning sog'lig'ini tiklaydi. Qolaversa, mana shu TNC korporatsiyasining orqasidan hamyonimni chiroyli qilib olaman. Kelajagimni yaratib olaman. Hayotimda bo'lgan to'siqdan o'tib olaman degan yoshini ahamiyati bo'lmagan insonlar uchun katta biznesi bor. Hozir bu haqida ustozlarimiz sizlarga tushuntirib berishadi. Men juda ham xursandman sizlarning oldingizda chiqib, ustozimiz kerak berdi va boshim siz oldingizda doim ta'zimda bo'ladi. Umringiz ziyoda bo'lsin. Barcha ustozlarimdan minnatdorman. Men qolaversa barcha yurtdoshlarimizga, Qo'qon ahliga yagona tilagim doim sog'lom bo'ling va ikkinchisi doim badavlat bo'ling. Rahmat, salomat bo'linglar.